Diqqat, aholiga tezkor xabar. Subsidiya va ssuda berish bo'yicha arizalar qabuli boshlandi. Arizalar jismoniy shaxslardan test rejimida 3 ta yo'nalishda qabul qilinadi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Videorolikdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling, ishsiz fuqarolarga subsidiya, ya'ni qaytarilmaydigan mablag' va ssuda, ya'ni foizsiz qarz ajratish bo'yicha arizalar qabuli boshlandi. Subsidiya va ssuda arizalari jismoniy shaxslardan test rejimida quyidagi 3 ta yo'nalishda qabul qilinmoqda. Birinchi, urug'lik va ko'chatlar sotib olish uchun subsidiya 1,125,000. Ikkinchi, migratsiyadan kelgan shaxslarga qishloq xo'jaligi kooperativlariga ustav fondi kiritish uchun subsidiya 3,750,000. Uchinchi, kambag'al oila a'zolariga zarur asbob-uskunalar uchun ssuda 18,750,000. Mazkur mablag'lardan foydalanish uchun asosiy talablar: ijtimoiy himoya reyestri yoki kambag'al oila reyestriga kiritilgan oila egasi yoki a'zosi bo'lish, ishsizlar reyestrida ishsiz deb e'tirof etilgan bo'lish, onlayn ariza berish, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabin, videoroligimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, unda videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.